Xo'p, qaranglar. Present simple. Nima degani present simple? Hozirgi oddiy zaman. Xo'p, qaranglar. Present simple birinchi o'rinda sizlar bilan o'tganmiz hozirgi zamonda odat bo'lib qolgan ish harakatlar, to'g'rimi? Odat bo'lib qolgan ish harakatlar. Xo'p, qaranglar, birinchi o'rinda sizlar bilan qoidasidan oldin birinchi yasalishini ko'rib olaylik. Qaranglar. Yasalishi. Xo'p, demak, qaranglar, subject plus verb. Qaranglar, subject bu subject olmoshlarini bilasizlar, to'g'rimi? Egarga olmoshlari bor yoki bitta ot qo'yiladi, egar. Masalan, I bo'lishi mumkin, keyin istagan bitta fe'lni qo'ysalar go. Masalan, men boraman. Tushunarli? Yoki masalan, they bo'lishi mumkin, masalan, work. Mana shunaqa ish. Mana shunaqa, tushunarli? Ega keyin verb form. Qaranglar. Mana I go to school every day. Nima degani? Har kuni maktabga boraman. Xo'p, endi qaranglar. Endi agar uchinchi shaxs birlik bo'lsa, he masalan work bo'ladimi? He works bo'ladi. S qo'shardik-a? He works. He sheetga s qo'shardik. Endi mana bu narsa alohida yozdirib o'tirmayman. O bilan tugasa s qo'shilardi, x bilan tugasa s bo'lardi. Masalan, he go bo'ladimi? Goes. S qo'shiladi. Tushunarli? Buni Roundup 2 da o'tilgan. Roundup darslari videosi bor-da, o'shanda ko'rib olsanglar bo'ladi. Buni to'liqroq tushuntirganman. Tushunarli? Lekin he sheetga s yoki es qo'shiladi. Buni eslab qolishingiz kerak. Endi qaranglar. Masalan, endi inkor shaklida, masalan, I go degan bormoq, men bormayman bo'lsa, nima bo'lardi? I don't go. Endi they work bo'lsa, nima bo'ladi? They don't work. Endi he works ni nima deymiz? Qaranglar. Mana bu o'zi aslida do not da, to'g'rimi? Do not da qisqartmasi, to'g'rimi? Endi do ga s qo'shamiz. Endi workdagi s ni bunga qo'shaveramizda, o bilan tugasa s qo'shamiz dedik, to'g'rimi? O'shaning uchun bunga s qo'shilmaydi. It does not work. He does not work. Qisqartirib doesn't desak bo'ladi. Tushunarli-ya bu? Doesn't qanday kelgani tushundilar-ya? Endi xo'p, he goes. He nima bo'ladi? She dedik. She goes. Buni u bormaydi demoqchi bo'lsak, she doesn't go. Tushunarli-ya? Endi so'roq shaklda qanday bo'ladi? Do oldinga chiqadi. Do I work yoki do you go? Sen borasanmi? Endi ular ishlaydimi demoqchi bo'lsak, do work. Do they work? Endi he ga does oldinga chiqadi. Does he work? She desa, she does she go? Qaranglar, does she go? Ya'ni bunda yana s qo'shilgani uchun bu go dagi s tushib qoladi, tushunarli-ya? Asosiy fe'lda. Endi yasalishi menimcha tushunarli bo'ldi. Endi qaranglar. Ishlatilishi birinchi qoidasi boya yozdik. Hozirgi zamonda odat bo'lib qolgan ish harakatlar. Ya'ni bu egaga xos bo'lgan ish harakat bo'ladi. Masalan, men har kuni maktabga boraman. Bu menga odat, to'g'rimi? Har kuni boraman. Masalan, bu har kuni bo'lishi ham shart emas. Ya'ni bu tez takrorlanib turadi. Ya'ni har dushanba men sport bilan shug'ullanaman desam, bu har dushanba men odatim, to'g'rimi? Mana shunaqa odat bo'lib qolgan ish harakatlarni aytamiz. Ya'ni egaga xos, ya'ni odat bo'lgan va doimiy takrorlanib turadigan ish harakatlarni ifodalash uchun biz present simple dan foydalanamiz. Xo'p. Endi qaranglar, children play in this park every evening. Nima degan? Bolalar bu parkda o'ynaydi. Endi I always use your service for any computer repair works. Ya'ni men har doim nima qilaman? Foydalanaman. Nimadan? Service. Your service, sizning xizmatingizdan foydalanaman. Har qanday kompyuter sozlash ishlari uchun sizni xizmatingizdan foydalanaman. Endi qaranglar. Bu o'sha har doim takrorlanishni ifodalovchi signal so'zlar bor-da. Ya'ni present simple da signal so'zlari. Sizlar bilan oldin ham ko'rganmiz, lekin bu darajada hammasini ko'rmaganmiz. Masalan, every day nima?
Har kuni every morning. Har erta every week. Har hafta every month. Every year. At night. Tunda. Qaranglar. Bu nima degani? Masalan, every day har kuni bo'lsa biz odatimizda aytamiz. Har kuni yoki har ertalab ham odatimiz bo'ladi. Har oy qilsak ham bu bizga odat bo'ladi. O'sha odatni ifodalash uchun ishlatiladi. At night. Tunda once a day. Bir kunda bir marta. Once a week. Once a month. Once a year. Twice a day. Bir kunda 2 marta degani. Tushunarli? Twice a week. Haftada 2 marta. Twice a month. Oyda 2 marta. Twice a year. Yilda 2 marta. Bu ham qaranglar, bir yilda 2 marta masalan dam olishga chiqaman yoki masalan ta'tilga chiqaman desam, bu ham odatda, tushunarli? Har yili mana shu narsa bo'ladi degan. Always. Usually. Often. Never. Rarely. Kamdan kam, seldom. Bu ham kamdan kam. Rarely, seldom ikkalasi bir xil ma'noda. Hop, sometimes, ba'zan, frequently. Hop. Yozib qo'yinglar. Yo'q, tez degan. Bilmaysan-ku. 8.5 dasm. Hop, qaranglar. Demak, frequently tez. Normally, buni ham yozasizlar. Odatda. Normally. Odatda. Hop. Demak, generally. Bu ham odatda. From time to time. Vaqti bilan from time to time. Vaqti bilan. Onda sonda deganda, onda sonda shuni yozib onda. Hop. Demak, on Mondays. Dushanba kunlari. Har dushanba deganda, on Tuesdays bo'lsa, seshanba kunlari. At weekends. Hafta oxirlarida. Hop, in the morning. Regularly. Doimo degani, doimo. Hop, bo'ldimi? Mana shu signal so'zlar bo'lsa, biz present simple ishlatamiz. Hop, endi qaranglar, ikkinchisi faktlar umumiy qabul qilingan haqiqatlarni gapirish uchun present simple zamonda foydalanamiz. Faktlar, masalan, students don't generally have much money. Ko'p pul bo'lmaydi. Ya'ni talabalarda yoki o'quvchilarda odatda ko'p pul bo'lmaydi. Bu anaqa. Bu umumiy qabul qilingan haqiqat, to'g'rimi? Haqiqat. Endi water boils in 100 degrees Celsius. Su 100 gradusda qaynaydi, bu fakt, to'g'rimi? Yoki yer quyosh atrofida aylanadi, bu ham fakt. Bu faktlar hammasini demak present simple zamonda beramiz. Tushunarli? Xo'p, endi 3. Ingliz tilida davomli zamonda ishlatilmaydigan holat fe'llari bilan present continuous zamoni o'rniga present simple ishlatiladi. Nima degani? Qaranglar. Ingliz tilida holat fe'llari bor. Qaranglar. Holat fe'llari nima? Qaranglar. Holat fe'llari bu aql idrokni ifodalaydi, bu harakat emas, faqat holatni ifodalaydi. Masalan, ishonmoq biror bir harakat emas, bu anaqa ongimizda bo'ladi, to'g'rimi? Mana shunaqa fe'llar bor. Mana masalan, like, nima like? Yoqtirmoq, want, xohlamoq, need, kerak, prefer. Now, realize. Yo'q, yozinglar realize, payqamoq. Anglamoq deb yozinglar. Anglamoq. Realize, anglamoq. Xo'p. Endi understand. Tushunmoq. Keyin yo'q. Recognize. Buni yozsa tanimoq. Xo'p, believe. Suppose. O'tgan dars yozish shekilli. Tasavvur qilmoq, taxmin qilmoq, mana shunaqa. Tasavvur qilmoq. Xo'p. Remember. Mean. Ma'no anglatmoq. Ma'no anglatmoq. Xo'p. Belong deb yozsa, belong to deb yozinglar. Ga tegishli bo'lmoq deganda, ga tegishli bo'lmoq. Xo'p. Fit.
Mos, ha, mos degani. Mos. Hop, demak, contain o'z ichiga olmoq degani. Xo'p, demak, consist bu dan iborat degani. Consist of bilan keladi. Dan iborat bo'lmoq. Mana shunaqa. Sim, kim bilan sim? Tuyulmoq. Xo'p, demak, qaranglar. Mana shu fe'llarni davomli zamonda ishlatib bo'lmaydi. Masalan, davomli zamon nima edi? Hozir davom etayotgan ish harakatlarida, masalan, I am working edi. Eslanglarmi? I am working. Nima degani I am working? Men ishlayapman. I am working. Endi qaranglar. Bu yerga C ni qo'shib yozganmi? C ni ham qo'shib yozishimiz kerak ekanda. Ha. Qaranglar, masalan, buni ham davom zamonda ishlatib bo'lmaydi. Masalan, qaranglar. I am seeing degan narsa yo'q. Ya'ni men ko'rayapman deb bo'lmaydi, qaranglar. I see degani men ko'rayapman degan ma'noni bildirishi mumkin. Tushunarli? Yoki qaranglar, I am believing. Men ishonyapman deb bo'lmaydi. I believe. Men ishonyapman degan ma'noni o'zi bildiradi. Tushunarli? Yoki qaranglar. Masalan, I am not understanding bo'lmaydi. I am not understanding the topic. Nima? Mavzuni tushunmayapman deb bunaqa ishlata olmaymiz. Xo'p, bu xato. Qaranglar. Buni o'rniga nima deb yozamiz? Hozir. Yo'q, present simple inkor shaklida. Qanday yana? I don't understand the topic. Jam. Men mavzuni tushunmayapman degan ma'noni shuni o'zi bildiradi. Tushunarli? Men mavzuni, believer yo'q, u boshqa, endi ishonuvchi degani, u ot bo'lib qoladi. Mana bu narsa yo'q ekan, demak. Mana. Xo'p, demak. Qaranglar. Mana I don't understand what you are talking. Ya'ni men sen gapirayotgan narsani tushunmayapman. I recognize him. Men uni taniyapman. Hozir taniyapti, lekin mana bu present simple deb beramiz. Bu odatdagi ish harakat emas, davom zamonda bildiraveradi. Tushunarli? Present simple deb bersak ham. Xo'p, endi shart va payt ergash gaplarda ergash gap qismi future simple o'rnida kelsa, qaranglar, shart va payt ergash gaplar sizlardan keyinroq o'tamiz. Bu nima degani? Xo'p, qaranglar, if va when gaplar bor. Mana shu ifli qism odatda present simple da bo'ladi. Masalan, if nima degani o'zi? Agar masalan he comes early, u agar erta kelsa, masalan we will go to the park. Biz parkka boramiz. Qaranglar, agar u erta kelsa, u qaysi zamonda? Yo'q, qaranglar, o'zi ma'nosi kelasi zamonni ifodalaydi, to'g'rimi? Erta kelishi kelasi zamonda, u erta kelsa biz boramiz, to'g'rimi? Mana bu tomoni future da bo'ladi, mana bu kelasi zamonni ifodalaydi-yu, lekin present simple da bo'ladi. Ma'nosi kelasi zamonda bo'laveradi. Shart va payt ergash gaplarda. Tushunarlimi? Yo'q, bu keyin o'sha shart va payt ergash gaplar to'liqroq o'tamiz o'shanda. Tushuntiraman, lekin mana bu if yoki when qismi present simple da bo'lishi mumkin. Yoki when I see him, I will tell him about this. Ya'ni qachonki men uni ko'rsam, men unga nima qilaman? Aytaman about this. Bu haqida unga aytaman. Ya'ni qachonki uni ko'rsam, ko'rishim hozirmi yoki kelasi zamonda? Kelasi zamonda, kelasi zamon ma'nosini bildiradi mana shu yerda. Tushunarli? Xo'p, endi bu narsani eslab qolasizlar. Mana bu shart va payt ergash gaplarda mana bu when va ifli qismlar present simple da bo'ladi. Endi 5-qoida qaranglar.
present simple qaranglar, kelasi zamonni ifodalashi mumkin. Qaranglar, bu qachon desa, jadvalga solingan ish harakatlarda. Jadvalga solingan ish harakatlarda, masalan, qaranglar, qaranglar. My train leaves masalan tomorrow at 9 tomorrow. At 9 tomorrow. Nima degani? Ha. Yaxshi, men poyezdim ertaga 9 da jo'naydi. Nimaga bunday? Ey, jim. Bu jadvalga solingan har doim bir xil vaqtda ketadi-ku bular. O'shaning uchun odatda mana shu present har doim present simple deb beriladi. Ya'ni kelasi zamonda emas, present simple. Hozirgi oddiy zamonda beriladi. Yo'q, boshqa. Qaranglar. Masalan, aytsak bo'ladi, I have masalan history at 12:10 deylik. 12:15 da kirish bo'ladi masalan. 12:15 da masalan 5-soat, 6-soat bo'ladi. Tarix darsim bor masalan. Tarix darsim bor. Masalan, qaranglar, hali endi 8 bo'ldi. 12:15 da aytsak bo'ladi. Chunki bu dars jadvalida, jadvalga nisbatan ishlatilyapti. Jadvalga solingan ish harakatlar bo'lsa, biz present simple deb beramiz. Tushunarli-ya? Jadvalga solingan ish harakatlarni ifodalaydi va bu kelasi zamonni ifodalaydi. Xo'p, masalan, qaranglar, I have physics at 10:30. Menda fizika darsi bor soat 10:30 da. My train leaves at 9 tomorrow. Men poyezdim ertaga 9 da jo'naydi. Xo'p, endi qaranglar. I apologize. Apologize nima? Yozib qo'yinglar apologize da. Xo'p, nimaga bu? Xo'p. Bu uzr so'ramoq. Sizlarning hali xat turlarini ko'ramiz. Apology letter bor. Uzrnoma xati. Advice. Yo'q. Maslahat bermoq. Farqi bor, insist. Insist bu qattiq turib. Qattiq turib talab qilmoq. Qattiq talab qilishda bu. Agree. Yo'q, fikriga qo'shilmoq. Qani edi? Hope. Buni hamma biladi, yozaymi? Hope. Hope. Refuse. Yo'q, refuse rad etmoq. Demak, promise, boya yozdik. Promise. Va'da bermoq. Mana shu kabi og'zaki ish harakatini qaranglar. I apologize degan uzr so'raymanki, I advise maslahat beramanki, I insist shuni talab qilamanki, I agree shu fikrga qo'shamanki degan, I hope umid qilamanki, I refuse ya'ni rad etamanki, I promise va'da beramanki, mana shunaqa qaranglar. Kabi og'zaki ish harakatini ifodalaydigan fe'llar present simple deb beriladi. Aynan mana shu qismi qaranglar, present simple da turibdi-ku. Mana shuni o'zi har doim present simple deb beradi. Va'da beraman, hozir va'da beryapman. Qaranglar. Qaranglar. Hozir va'da beryapman, lekin buni continuous zamonda bermaymiz. Yo'q. Masalan, I am refusing demaymiz. I refuse. Shuni rad etaman deb aytamiz. Mana I promise, men va'da beryapman. Qara, mana shu I promise, mana shu I bilan kelganda odatda. Tushunarli? Xo'p, I promise, ya'ni va'da beramanki, hozir va'da beryapman o'zi aslida. Lekin present simple deb beramiz. I promise I will write for you every week. Har hafta senga yozib turaman. Har hafta senga yozib turaman. I hope you can come. Umid qilamanki, kela olasan. Tushunarli-ya? Endi where do you come? Nima degan where do you come from? Where do you come from? Qayerliksiz degan. Qayerliksiz degan. Qayerda emas, qayerliksiz. Mana bu har doim present simple deb beriladi. Where do you come from? Where does he come from? Mana shunaqa. Tushunarli-ya? Keyin esa bunga javoban present simple deb beriladi. I come from Uzbekistan. Men O'zbekistonlikman. Tushunarli-ya? Qaranglar. To be bilan bersa ham bo'ladi, lekin come from ham qayerliksan deganda, tushunarli-ya? Where do you come from? Qayerdan kelgansan? Kelib chiqishing qayerda? O'zbek tilida ham aytamiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa ingliz tilida ham-da. Endi
endi bizda endi chet eldan kelmagandan keyin shuda. Hop. Endi qaranglar. Why don't jiminglar. Jam. Qaranglar, why don't birikmasi bor. Bu taklif berish uchun ishlatiladi. Nima uchun yo'q? Kel mana shunaqa qilamiz deganda, masalan, taklif berishda present simple zamonda foydalanamiz. Masalan, why don't we go to the cinema tonight? Kel, bugun kechqurun kinoteatrga boramiz. Ya'ni so'zma-so'z tarjima qilsak, nima uchun biz kinoteatrga bormasligimiz kerak bugun kechqurun. Tushunarli? Lekin bu unaqa sal qo'polroq bo'lib qoladi tarjimada. O'shaning uchun kel, bugun kechqurun kinoteatrga boramiz degani. Tushunarli? Endi why don't you visit me next week? Menikiga kel degan. Hafta oxirida menikiga kel. Tushunarli? Bu present simple edi.